Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana hozir respublikamiz doirasida o'tkazilayotgan fermer xo'jaliklari hamda aholi tomorqa dala chetlarida plastik chiqindilardan dala atroflarini tozalash, dala madaniyatiga e'tibor bergan holda dala atroflarini to'liq holda plastik chiqindilardan tozalash bo'yicha O'simliklar genetik resurslar ilmiy tadqiqot instituti tomonidan bir qator ishlar tashkil etilmoqda. Mikroplastiklarning hamda chiqindilar ta'siri doirasida fermer xo'jaliklari hamda aholi tomorqalari tomonidan yetishtirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga bir qator zararli ta'sirlari isbotlangan. Plastik chiqindilar uzoq vaqtlar davomida o'zining chirimasligi va mahsulotlarga to'g'ridan-to'g'ri nojo'ya ta'sirlarni keltirishi bilan farqlanadi. Ushbu tashkil etilayotgan respublika doirasida o'tkazilayotgan challenge oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda sifatli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishda asosiy o'rinni egallaydi.